Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu velosipedimiz ham bugun tayyor bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli holatda. Mana hali egari qo'yilgani yo'q, endi qo'yib qo'yaman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, juda chiroyli velosiped. Ramaligidan juda ko'p joyda nержавейка. Ramalar temir. Juda idealniy holatda, mana ko'rishlaringiz mumkin. Diskalar ham nержавейка, spisalar ham nержавейка. Umuman zanglamaydi bular. Zanglash yo'q. 3 talik skorosti bor. Mana velosipedlarimiz juda serob. Mana unisi kecha tayyor bo'ldi. Mana kecha kunda tayyor bo'lgani. Mana unisi bugun tayyor bo'lyapti. Mana orqa g'ildirak qo'yilgani yo'q, hali bu bitmagan holati. Juda moshni и o'ta idealni и o'ta yangi velosiped. Ko'rishlaringiz mumkin, birov bilmaydigan deb o'ylamaydi bularni. Buni ham ko'p joyda nержавейка. Juda moshni velosiped. Bu ham 3 ta skоростli chiqadi. Mana bu ramasizidan, bu damskiy deb qo'yadi. Juda idealniy narsa. Mana shu yer meni ustaxonam. Mana juda moshni, chiroyli velosipedlar. Mana kimga shunaqa velosipedlar, chiroyli velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib velosipedni yetkazib beramiz. Hammasi Germaniya, Gollandiya velosipedlari. Juda moshni, idealniy velosipedlar. Mana kimga shunaqa velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.